Endi tasavvur qiling endi. Ayollar sochlarini yig'ib, teri holatda yig'ib nima qiladi? Idish tovoq kelsa, yelim idish tovoqlarga almashadilarmi? Hamma biladi bu gapni. Uyimizda ham turgandir almashilgan idish tovoqlar, ha? Biling, shu idish tovoqlar harom. Harom. Nega? Insonning a'zosi hech qachon sotilmaydi. Uni hukmi faqat ko'mishlik. İnsondan chiqqan a'zo ko'miladi, sotilinmaydi azizlar. Sartarosh akalarni, sartarosh opaxonlarni diqqatiga. Chochma, sochlarni sotmang. Sochlarni sotmang. Idish-tovoq yig'ib idish-tovoqqa almashayotgan opaxonlar, kenoyilar, opa-singillar yetkazib qo'ying, ular harom sotishligi. Idish-tovoq almashyaptimi? Olgan idish-tovoq halol bo'lmaydi. Harom bo'lgan idish-tovoqni xonadoningizga kirgizmang, taqsir. Erkak diqqatiga bo'ldi hozir buyruqqa. Erkak qarata aytildi endi. Erkak kelayotgan xonadoningga kelayotgan idish-tovoqqa qara, halolmi, harommi? Chochini yig'ib xotining sotayotgan bo'lsa, shu almashtirilgan tovoq sen uchun, ahling uchun harom bo'ladi. Chunki insondan chiqqan a'zo sotilmaydi. Uni hukmi faqat ko'miladi.